Xo'sh, mana 13-qishloqqa ham kelib oldim. Ajoyib. Endi bu yerdan uy olsam ham bo'ladi, lekin qayerdan olsam ekan uyni? Okey, mana bu uyni qaranglar, juda ajoyib uy ekan, yana juda osmono'p bor, yaxshi. Ajoyib, demak ana shu uyni o'zimniki qilib olsam bo'ladi-da. Hali bu uylarni вообще almaslar bilan to'ldiramiz, almasli bloklardan qilamiz, chunki mani uyim almasli blokdan bo'lishi kerak-da. Okey, endi bir tashqarilarini ko'raylikchi. Davay bo'lmasam uyni almasli qilishda davom etamiz. Let's go. Okey, uyim ajoyib bo'ladi. Barchaga salom obunachilar, sizlar bilan men Kompot va meni yangigina videomga xush kelibsizlar obunachilar. Xullas, to'xtanglar, ana bu yerda boy turibdimi, millioner turibdi. Nima qilyapti? Mana bu uyni olmosdan qilyaptimi? Yo'q, borish kerak oldiga. Qo'y, salom millioner, nima qilyapsan? Millioner, axir bu jetllarning uyi, nima qilyapsan? Salom Kompot, men bu uyga ko'chib kelgandim. Bu yerni olmosdan qilyapman. Nima deyapsan millioner? Axir bu yerda qishloq aholilari, jetllar yashaydi-ku. Nima qilganing bu? Kimdan so'rading? Bu yerda kimdan so'rashim kerak Kompot? Bu yerni o'zimni uyim qilib olmoqchiman. Osmon opar bino ajoyib turibdi. Qishloqning markazida nimasi yomon? Bizning qishlog'imizda mer bor. Millioner o'shandan borib so'rabki va hujjatlar qil, lekin aniq bilaman mer bunga ruxsat bermaydi millioner, tushunyapsanmi? Undan ko'ra boshqa yer topib o'zingdan uy qur, tushunyapsanmi? Okey, Kompot, mayli, hozir men merni oldiga borib kelaman, bo'lmasam agar ruxsat bersa shuni qurishda davom etaman. Menga indamaysan, agar yo'q desa yangi yerdan uy quraman, almaslik. Menga yordam berasan, tayyormisan Kompot? Davay millioner, davay, men tayyorman. Bo'pti millioner, unda tezroq borib kel merni oldiga. Okey. Qaranglar, yo'q, almasda uy quryapti. Iltimos obunachilar, sizlar tezroq kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'yinglar. Yo'q, mana bu millionerning mashinasini qaranglar. Yo'q, sizlarga qaysi mashina yoqadi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qo'ying. Kanalimizga ham obuna bo'ling. Ana mer bilan gaplashyapti millioner obunachilar. Ko'ramiz endi nima der ekan qishlog'imiz meri. Ajoyib obunachilar. Okey, xo'sh. Endi men ekinlarimni tozalab olishim kerak. Har doim qiladigan ishim. Yo'q, jinursa millioner qo'rqitib yubording-ku. Uzr Kompot, qo'rqitib yuborganim uchun uzr so'rayman Kompot. Men qishloq meridan ruxsat so'radim. Ming afsuski, uyni qurishda davom ettirishda ruxsat bermadi. O'rniga mana shu yerni yonidan yangi uy qurishimga ruxsat berdi Kompot. Sanda hujjatlar bormi? Nima hujjatlar oldingmi? Mana Kompot, menda hujjatlar bor, qarab tur. Hozir men senga hujjatlarni beraman. Inventarimda edi. Mana Kompot, mana shu hujjatlar. Ajoyib, demak quraver millioner, bizlar qo'shni bo'lamiz. Ajoyib, lekin men bu ishni eplolmayman Kompot. O'zing qurib bersang, iltimos Kompot. Qanaqa uy qurib beraman men senga? Mana shu uydek bir xil qilib qurib bersang ajoyib bo'ladi Kompot. Mayli, hal qilamiz hozir. Mana bu bilan bir xil quramiz, bo'lmasam obunachilar, sizlar iltimos tezroq kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Okey, ikkalasi bir xil bo'lib qoldi. Kopiya, faqat almasli bloklar farq qilyapti. Kompot, sen juda ajoyib qurding. Rahmat senga, juda ajoyib bo'ldi bu uy. Wow, juda yashagim kelib ketyapti. Millioner, menga ham yo'qdi olmasli uy va bizlar qo'shni bo'ldik millioner. Qanday ajoyib. Endi meni ikkita qo'shnim bor. Kompot. Endi bu yerni ichini mebellar bilan jihozlashim kerak. Bo'pti Kompot. Okey, bo'pti millioner. Lekin mana bu qurgan uyim sizlarga yoqdimi? Kommentariyaga o'z fikrlaringni yozib ketinglar obunachilar. Bo'lmasa ekinlarimni yig'ishtirishda davom etaman men. Sizlar kanalimga obuna bo'ling. Sizlarga qaysi YouTuber yoqadi? Kommentariyaga yozib keting obunachilar. Okey. Xo'sh, endi mana bu uyni bezash kerak. Mebellarni qo'yib chiqish kerak. Mana bu yerga divanimni qo'yaman, yotoqxonani. Okey.
Xo'sh, mana bu yerga soatimni qo'yaman. Mana bu yerga nima qo'ysam-da, chiroq qo'yaman. Juda ajoyib chiroq. Вообще ajoyib. Menga yoqadi bu oltin chiroq. Okay, xo'sh, mana bu yerga derazani optaylab gul qo'yamiz. Ajoyib. Okay, xo'sh, endi mana bu yerga kitoblar. Bu kitoblarni baribir o'qimayman-ku, lekin ajoyib turadi. Ustida televizor tursa, maza qilib televizor qo'yaman, ko'raman. Endi mana bu yerga stol qo'ysam, stolcha, ya'ni. Okay, вообще ajoyib bo'ldi-yu. Yo-mayo, okay, xo'sh, endi mana bu yerga vishelkani qo'ysak, bu yerga kiyimlarimni qo'yaman. Boy bo'lish qanchalik mazza. Okay, men ekinlarimni yig'ishtirib bo'ldim. Hoy, Kampot, mana bu yerga kel, men senga uyimni ko'rsataman. Besa bo'ldim, mebellar bilan to'ldirib. Rostami kirsam bo'ladimi? Ha, kiraver. Yo-mayo, juda ajoyib chiqibdi-ku. Millioner. Da Kampot, ajoyib chiqqan. Tepaga chiq. Vau, qara tipani, yo-mayo, oltinlik notebookmi bu? Da Kampot, menda faqat oltinlik narsalar bor. Ularni yaxshi ko'raman men oltinlik rangda. Men ham yaxshi ko'raman. Yo-mayo, mana bu teleskopmi? Da Kampot, bu teleskop. Bu yerman xullas kosmik, ya'ni xullas nima desam bo'ladi? Yulduzlarga qiziqaman. Kampot, tushunyapsanmi? Sayyoralarga, planetalarga qiziqaman. Men ham qiziqaman, deyarli bir xil ekanmizlar. Ajoyib Kampot. Okay, bo'lmasam kechqurun kelsang, yulduzlarni tomosha qilamiz Kampot. Nima deysan? Men roziman millioner, demak kechqurun aniq kelaman. Yaxshi Kampot. Menda pullar juda ko'p. Safe bormi qishloqlaringda Kampot? Safe bor-ku, pullarni qo'yadi o'shanaqa narsa. Hozir topib kelishim mumkin. Okay, safe topib kelish kerak millioner pullarni qo'yish uchun. Ajoyib. Okay, xo'sh. Endi safeni mana bu skladda bo'lishi mumkin. Safeda mana oldim safeni. Ajoyib. Stop. Millioner, ana bu yerda nima pullar shuncha ko'pmi? Yo-mayo, uyimni tepasiga jin ursin la'nati. Hoy millioner, nimaga meni uyimni tepasiga mana bu pullarni qo'yapsan? Kampot, safe topib kelolmading-ku. Meni pullarim juda ko'p. Kampot, ustimda kulyapsanmi? Bu pullar safingga sig'maydi, juda mayda safe-ku. Jin ursin, juda ko'p pullar bo'lmasa, iltimos millioner, buni yig'ishtirib ol uyimni tepasidan. Kampot, qo'ysang-chi, hech narsa qilmaydi. Oddiy pullar bo'lsa, hech narsa qilmaydi Kampot. Mayli, ko'ramiz. Okay, mayli, mehmonga indamaymiz. Okay, uyimni tepasiga qo'yib olgan. Yo-mayo, mayli, ekinlarni qo'yaman. Okay. Iltimos, tezroq kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu hujjatni, yo-mayo, okay, obunashlar. Kampot, bu yoqqa kel. Millioner, nima deysan, yana bironta ish bormi? Yo'q Kampot, hech qanaqa ish yo'q. Prosta ortimdan yursang ko'rsataman Kampot senga bitta narsani. Qani ketdik, ortimdan yur Kampot. Nimaga, nima bo'ldi? Yursang-chi Kampot, nimaga buncha savol berasan? Qara mana bu dasturxonni, yo-mayo, bugun abedlikni ikkalamiz qilamiz. Yo-mayo, jin ursin, mana bu stolni kattaligini qaranglar. Kampot, men har doim shunaqa stolda abed qilaman. Bu yerda narsalar juda ko'p millioner. Jitillarni chaqirsak bo'lmaydimi? Jitillar hech qaysisi kelmadi, aytib chiqdim. Yo-mayo, hammasi ish qilib yotibdi, umuman kelishmadi Kampot. Mayli, bo'lmasam, okay. Xo'sh, uying juda ajoyib lekin. Ajoyib, lekin Kampot, muammo bor. Qanaqa muammo? Qishloqlaringda hech qanaqa restoran, bank yo'q ekan, kiyim do'koni. Bu yerda men mazza qilaman deb o'ylagandim. Pullarimni bankka qo'yasaydim, lekin umuman sig'mayapti. Yo-mayo, bunachilar, men to'yib ketdim, jin ursin. Mazza qilib ovqat yedim.
Kampot senga yoqdimi meni obedligim? Da ajoyib, bunaqa obedlikni umuman qilmagandim oldin millioner, tushunyapsanmi? Ha ha ha, men bilan yursang shunaqa obedliklar qilib yurasan, lekin afsuski men bilan yura olmaysan-da. Ha mayli. Nu boyangi gapga o'tsak, qishloqlaringda bank yo'q Kampot, tushunyapsanmi? Qishloqda minus taraflar shular, tushunyapsanmi? Da, bo'pti, bo'lmasam mani ishlarim bor edi, uyqum kelyapti, obunachilar, juda uyqum kelyapti, biroz mizg'ib olsam degandim. Okey. Yo'mayo jinursin uxlab qolibman-ku, yo'mayo, lekin mazza qilib uxladim. O'zi kech ham bo'libdi, ajoyib obunachilar. Quyosh ham botyapti, ajoyib obunachilar. Yana bir bor salom sizlarga. To'xtanglar, mani millioner do'stim, ya'ni yaqin qo'shnim bor edi. Millioner? Millioner nima qilyapsan? Kampot, uxlab turdingmi? Xullas, men qishloqlaringdan ketyapman, tushunyapsanmi? Nimaga ketyapsan? Axir bizlar qo'shni bo'lgandik-ku, millioner, nima uchun? Iltimos ketma. Uzr Kampot, ketmasam bo'lmaydi. Shaharda meni ishlarim bor va qishloqda minus taraflar juda ko'p. Bank yo'q. Ana bu kiyim do'konlari, xullas shunga o'xshagan narsalar yo'q Kampot. Uying nima bo'ladi? Uyimni senga qoldiraman. Xohlagan ishingni qil, xohlasang almazlarini terib ol Kampot. Uyni senga sovg'a qilib ketaman. Yo'mayo, lekin menga uying kerak emas, o'zimni uyim, pullarim bor millioner. Yaqin qo'shnim bo'lar eding. Afsus Kampot, xullas ketmasam bo'lmaydi. Obunachilar ko'ryapsizlarmi? Millioner ketyapti, yo'mayo, yaqin qo'shnim bo'lar edi, ketib ham bo'ldi. Mayli obunachilar, nima ham derdik, mayli. Yo'mayo, la'nati jitlarni qaranglar. Xo'y jitlar, nima qilyapsizlar? Jin ursin sizlarni, yaramas jitlar, yo'mayo. Kampot, qara mana bu yerda olmoslar ko'pligida hammasini olinglar, jeytinlar, qishlog'imiz endi boyib ketadi, bu yerdan luboy narsa ochamiz. La'nati jeytinlar, yaramaslar. Obunachilar, barchaga xayr, sizlar bilan men Kampot bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, ana bu jeytinlarni adabini berishim kerak. Barchaga xayr obunachilar.